Olha, você tem saques de teatro de montanha, olha, minha sexta coisa, civil de teatro, não tudo, aí a aquela subida política, e fiz o teatro de sola. Não vamos ir ao estado, de monta programada, esquece de programada, olha, de Budista salvo uma coisa programada, como agora caça machinada, café programado, aí eu fico na sexta, o samba não tinha uma realidade. Mas por isso, eu all the pictures are print or that movie, India, Turkey, Egypt, also. So, another issue to know, you need to follow the pictures, no one have a voice from how it is as well as Monshaka, someone in the game of which are going to work for low power, and the division shackles, araba passport şarap olmalı. Bunlar taşlar kumanda hatta hala çeşitli taşlar bol, oldukçulu ve şurada kirli şlok ocağı büyüyecek. Bu bilen bölgelerde şlok ocağı ortalardan koruyla olup arzuları müdürlüğü Mecburi icra bürosu icra fiyatları büyüyecek. Bürokratlar şartlarında bazı tutaklı şartı bekliyor. Bürokratlar sonunda bürokratların sorduğu soru cümlelerle karşı bölümde değişti malumatlar verildi. Lütfen Respublika Prezidentinin yönetimi var. Yönetimi yaşın sözlerine karşı savaşta davranışlarının yanından Oralar kuruluşları. Bir kurumların son parmağını Yılın 6. yılda Yılın 9'da Yunanistan ülkesinin 9 milyar saklı milyonunu yüzde koşunca mandalar tanıklanıp Prokuratur anda soru cinayetlerle karşı kuraş bölümünden değişti sonra taraflarla yürüyor taraflarla Manda yaşının söylüyorsunuz ki namı soğuk ayıklarını hocaların mevcut rakılarının saharlar kılıçlarının isminin olmasını ücretli cevabını düşünce davanatlarını anlayışını mutasarrıf taşkıllarda var bilen anlayışında yıl haritası işletişleri normalde olsun. Yıl haritaya asosan yaşının söylüyordu kullanmış tartışmalarından yönetim Yunanistan uğraşlarında ama koşuluşu girdiler olmuyor. Bu çoğu kadrolar neticesinde 2026 yılının birinci ayında belgelenen sübyektlerden herkes olarak olan kurulundan 2 milyar ton koşunca mandalar sorularını bulunduruyor. Mazkur mabarların ücretli sürüsünün tanımlaşmasında İktisadi cinayetlerle karşı departmanın işyeri ortamında olan işçi grupları azalardan bölgelerde ancak sübyektlerle işler amalda oluşuyor. Manda karbonluğun unduruluşu bu işe mandagi mutasarrif idoralar, Tuman Halkımı'nda Tuman Prokuraturası ve Ştab Müdürü Tuman Halkımı'nın birinci olması Prokuror Mecburi İcra Bürosu Tuman Şlok Hocalığı bölümü bilen birlikte halk arzlarını uyguluyor. Shuningdek, mana shu Piyona iqtisodiyot bo'yicha Prezidentimiz qarorlariga asosan havolalar bor. Asosiy nima? Prokuraturasi, tuman prokuraturasi,
Osman Altınbey'in Avrupa'da iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash shu bo'linmasi tomonidan bozorlarda raqamlashtirish bo'yicha uchta yankalar raqamlashtirilib, hozirgi kunda o'tgan yilga shunga nisbatan 362%ga tushishi hatto tushumlari ko'payishiga erishdi. Soliq inspeksiyasi mana shu iqtisodiy piyonada bo'lib kelgan ayrim sohalar bo'yicha, bundan tashqari sohalar bo'yicha ham shug'ullanyapti. Biz mana shu 2016-yilgi davlat byudjetiga belgilangan yillik 9 milliard so'm kontingent rejalarini 30%ga oshirib bajarish bo'yicha ishlar olib boryapti. Mana bu yuzasidan savollar bormi? Paxta g'allachilik fermer xo'jaliklarining soliq qarzdorligi 59 milliard so'm. 59 milliard so'm. Buning ichida suv solig'i. Suv solig'i bir fermerda 200 million so'm qarzdorligi bo'lsa, buning ichida 10 million so'm, misol 10 million so'm suv solig'idan bo'lsa, 140 million so'm yer solig'idan, 15 million so'm mulk solig'idan, daromad solig'idan, boshqa soliq turlaridan suv solig'ini ulushi kamroq bo'layotgan puli hisob raqamiga topshirilgandan keyin qarzdorliklar bo'yicha to'lov xabarnomasi yoki majburiy tartibda undirish uchun inkasso xabarnomalari qo'yiladi. Pul hisob raqamiga tushgandan keyin bankning o'zi programmasi bor. Ketma-ketlikda proporsiyasi bo'yicha to'lovlar amalga oshiriladi. Shuning hisobida suv solig'iga kamroq tushib tushadi. Asosiy bajarilmayotganligini sababi shu. Keyin ikkinchi masala siz aytayotgan soliqni hisoblanishi, majburiy ijroga nima deyotganingiz, uni hozir inson qonunisiz dasturlar qilingan suv oqovidan, suv irrigatsiya tarmoqlaridan, vodokanalning shundan ma'lumotni olib, o'zi avtomatik tarzda soliq hisoblanadi. Endi o'zi suv kam keladigan, ko'p keladigan joylar degan hammasini suv oqovini nima bilan shartnomasi. 1 gektarga ishlatadigan paxtaga qancha normativ bor, allaga qancha, yoki bog'dorchilikda hammasiga normativ bor. Tartibdagi mas'ul masalalardan qarorlar asosida tarqatilgan ularga ovoz berishlar qo'yildi. Rahmat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarni kompleks rivojlantirish ikkinchi bosqich loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024-2028 martdagi bir sonli qaror ijrosi yuzasidan so'z tuman hokimining o'rinbosari Musayev Elbek Yo'layevga beriladi.